menga kerak. Xo'p, oyi, sizni tushundim. Biron nima bo'lsa menga darrov xabar ber. Mayli, xo'p. Kim bilan gaplashyapsiz? Hech kim bilan. Bir tanishim bilan. Hammasi joyidami? A'lo darajada. Ikrom aka palataga kirdilar. Ularni ishontira oldim menimcha. Menimcha dema. Aniq ishontirish kerak. Men bularni birlashtira olmay yuribman-ku. Bu nimasi? Guljamol. Guljamol dedim. Labi xonim, Mana bu ko'rpa to'shak bu yerda nima qilyapti? Samiraga kim berdi bularni? haligi men bergandim. Ular so'raganiga kerak deb o'ylabman. Rahmat, juda ham mehribonsiz. Biroq tursa yaxshi bo'lardi. Chunki ayolim haligacha Shohruxni kuyovim deb o'ylaydi. Agar Shohruh Samiradan qancha uzoqroq tursa, muammo shuncha yengilroq bo'ladi. Ha, endi sen ayoling uchun bolalarimiz ham rol o'ynashga majbur bo'lishyapti. Mayli, lekin bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Ikrom baribir menimcha Shohruxni barqani, ilohomin tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Farida opa nimaga jahl qilib yuribdi? Samira Akbar akadan alohida bo'lib yotganini ko'rib qoldilar. Shunga hammasini olib chiqib ket deb jahl qildilar. Endi bitta joyda yotsa kerak. Jin ursin. Nimaga u xonaga kiradi o'zi? Tozalab chiqqanmiding? Har doim tozalardim. Bu safar ulgurmay qoldim. Shuni ustiga kirib qoldilar. Yaxshi. Men 3-4 kun deganingizda hali shoshmay turamiz deb o'ylagandim. Bu operatsiyani qanchalik tez qilinsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Pul masalasida qiynalaman deb o'ylagandim to'g'risi. Lekin amalladim. Bo'lmasa, operatsiyani bugun kechga mo'ljallaymiz. Men to'g'risi qo'rqyapman. Xavfsiz o'tadi, to'g'rimi? Bu uncha murakkab operatsiya emas. Hammasi yaxshi o'tadi. Yaxshi. Bo'lmasam, dadamga bu haqda sekin tushuntiraylik. Yaxshi, yuring, bo'lmasa oldilariga boramiz. Xo'p. Assalomu alaykum dadajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dada, men sizga bir narsa haqida aytmagan edim. Shuni hozir aytishim kerak. Tinchlikmi? Nima ekan? Siz o't qopingizda toshlar yig'ilgan ekan. Sizni operatsiya qilishlari kerak. Operatsiya? Bu kasallik Gallstonis deb ataladi. Agar operatsiya qilib Bunaqangi ishlar katta pul turadi. Hozir bunaqa sharoitimiz yo'q-ku. Dada, unaqa demang. Qizim, men bilaman, bunga ko'p pul ketadi. Dadajon,
Hammasi to'langan. Qanaqasiga? Ko'p pulmas ekan. Men topib to'lab qo'ydim. Qancha ekan? 5 million ekan xolos. Buncha pulni qayerdan olding, qizim? Do'stimdan qarz oldim. Hammasi joyida. Siz tuzalib ketsangiz bo'ldi, dadajon. Qizim, shuncha tashvish qilmasang yaxshi. Yaxshi shart emas. Axir sizni men tushlikka taklif qildim-ku. O'zim to'lay qolay. Millatishlar sotarding-ku. Yiqqaning bordir. Xullas 30 millionni berasan. Bu ko'za Samarqandda sevgiga to'lib turgandi. Lekin buni narxi qimmat bo'ladi, ayladi. Siz isitib bering. Bu yog'idan xavotir olmang. Shohruxning xonasida Samirani zakolkasi chiqqandi. Agar bu ishlardan Ikrom aka xabar topadigan bo'lsa, men ham ishdan ketaman. Sen hozir u so'ragan pulni bermoqchimisan? Boshqa ilojim yo'q oyi. Operatsiya 5 million bo'lmaydi. Axir bu xususiy klinika bo'lsa, shuncha pulni senga kim berdi? Boya oyoq izlab yemagan ekanda. Nima aldadingiz? Nima qildi? Tushundingiz-ku? Qadrli kundaligim. Bugungi kun uchun senga rahmat. Sho'rg'aga yo'lga qarang. Ba'zan eng savfli portlashlar kishkiriq bilan emas, sukut bilan boshlanadi. Va bu qism aynan shunday sokin ko'rinadigan, lekin ichidan butun bir hayotni kuydirayotgan haqiqatlar bilan urdi. Tashqaridan qaraganda hamma narsa odatdagidek. Kimdir sayrga chiqdi, kimdir ishiga bordi, kimdir dardini ichiga yutdi. Ammo aslida bu qismda har bir nigoh, har bir chekinish, har bir aytilmay qolgan gap kelajakdagi katta fojianing urug'iga aylandi. Eng og'riqli tomoni esa shundaki, bu yerda hech kim to'liq yovuz ham emas, to'liq begunoh ham emas. Har kim o'z dardini oqlash uchun boshqaning taqdiriga qo'l uzatyapti. Samira bilan bog'liq chiziq bu qismning eng qizigan, eng nozik nuqtasi bo'ldi. U tashqaridan vaziyatga moslashayotgandek ko'rinsa ham, ichida qabul qilolmayotgan haqiqat bilan yashayapti. Uning akbar yonida borligi mehrdanmi, majburiyatdanmi, achinishdanmi, buni hali o'zi ham aniq ajrata olmayapti. Lekin bir narsa juda ravshan. Qalb bilan tanlangan yo'l boshqa, taqdir bilan teqishtirilgan yo'l boshqa. Samiraning shoks ruhga nisbatan gaplaridagi titroq, mashinadagi noqulaylik, o'zini himoya qilayotgandek, ko'rinsa ham aslida ichidagi chalkashlikni yashira olmayotgani juda katta belgi bo'ldi. U qanchalik o'zini nazorat qilmasin, yurak ba'zan tilga chekib ketadi. Ayniqsa kimningdir yoniga o'tirish istagi, kimningdir oldida o'zini tushuntirishga urinishi, kimningdir gapi qattiq bo'tishi bejiz emas. Shoks ruh esa bu qismda odatdagi mehribon, tayanch bo'lib ko'ringani bilan uning ichida ham savfli darajada o'sayotgan hissiyot borligi sezildi. U Samirani ranjitib qo'ygani uchun yumshashga majbur bo'ldi. Kayfiyatni saqlab qolishga urindi, akbarni o'ylab, hammani muvozanatda ushlamoqchi bo'ldi. Lekin muammo shundaki, bu uyda eng yaxshi niyatning o'zi ham bir kun kelib dalilga aylanib qolishi mumkin. Shoksuru Samira va Akbar o'rtasidagi bo'shlikni yopmoqchi bo'lyapti, ammo aynan o'sha bo'shlik ichiga o'zi tushib qolayotganini hali sezmayapti. Bu qismdagi eng dahshatli narsa ham shu. U yordam berayotganini o'ylayapti. Boshqalar esa aloqani ko'ryapti. Farida bu qismda yana bir bor ko'rsatdi. U tasodiflarga ishonmaydigan, har narsaning tagidan ma'no qidiradigan ayol. U shunchaki rashkchi emas, u vaziyatni boshqarishga o'rganib qolgan odam. Samira va Akbarning alohida yotayotganini ko'rgan ondan boshlab uning ichida signal yonib ketdi. U uchun bu oddiy maishiy holat emas, butun rejani buzadigan savf. Samiraga alohida joy berilgani, yashirincha qulaylik yaratilgani, bu uydagi soqsta osoyishtalikni uzib tashlaydigan dalil bo'lib tuyuldi. Faridaning g'azabi faqat kelinga emas edi, aslida nazorat chiqib ketayotganidan qo'rqdi. Aynan shu qo'rquv uni yanada keskinroq, yanada shafqatsizroq qadamlar sari yetaklaydi. Eng savfli fitna esa boshqa tomonda pishib yetilyapti. Samira bilan shoks ruhni kuzatib, ularni shubha ostiga olish uchun yashirin yo'l izlayotganlar bekorga bezovta bo'layotgani yo'q. Ular his qildi. Bu uyda hozircha aytilmagan, lekin albatta bir kun portlaydigan haqiqat bor. Shuning uchun ularga gumon emas, dalil kerak. Yashirin kuzatuv rejasining tilga olinishi juda katta ogohlantirish. Bu endi oddiy g'iybat darajasi emas, bu obroni, nikohni, butun oilani bir urishda yo'qib yuboradigan o'yin. Va eng achinarlisi, tuzoq hissiyot tug'ilgan joyga emas, hissiyot ko'ringan joyga qo'yiladi. Demak,
keyingi qismlarda bitta noto'g'ri harakat, bitta yolg'iz qolgan daqiqa, bitta tushunmovchilik butun vaziyatni teskari aylantirishi mumkin. Akbarning chizigi esa bu qismning eng og'riqli va eng umidli qatlamini berdi. U atrofidagi voqealarning markazida bo'lsa ham eng kam gapiradigan odam bo'lib qolmoqda. Lekin aynan shuning uchun ham uning har bir kichik harakati katta ma'no berdi. Sayr paytidagi holati, kurashga tushishga bo'lgan ishtiyoki, bolalikdagi aka-uka yaqinligini eslatgan lahzalar shuni ko'rsatdiki, u faqat jismonan emas, ichki tomondan ham uyg'onishga yaqinlashyapti. Bu juda muhim, chunki agar Akbar tiklana boshlasa, bu uydagi barcha yolg'onlarning poydevori qimirlaydi. Hozir hamma uni achinish, ehtiyot, sabr va sukut bilan o'rab turibdi. Ammo ertaga u o'z haqiqatini o'zi gapira oladigan holatga kelsa, kimning mehrida samimiyat, kimning yo'nida manfaat, kimning sukutida siyonat borligi ochilib ketadi. Bu qismda ko'pchilik e'tibor bermagan juda nozik detal bor. Samira Akbarga yomonlik qilmayapti, aksincha unga ehtiyotkorlik bilan muomala qilyapti. Lekin u ayol sifatida qalban hali o'sha nikoh ichiga kirmagan. Bu farq juda katta. Mehr bor, lekin taslim bo'lish yo'q. Gamshorlik bor, lekin yaqinlik yo'q. Farida aynan shu farqni sezib qoldi. Shuning uchun uning keyingi bosimi yanada ortadi. U endi Samirani ko'ndirishga emas, majburlashga o'tishi mumkin. Bu esa Samirani ichidan butunlay sindiradi yoki aksincha, birinchi marta ochiq qarshilikka olib keladi. Ikromning ozod bilan bo'lgan keskin to'qnashuvi ham bejiz sahna emas edi. U yerda shunchaki bir sodimning ishdan ketishi emas, zanjirning keyingi halqasi ko'rindi. Yana bir nihoyatda o'g'ir chiziq, Shirin atrofidagi sir. Yulduzning yillar o'tib kelib, faqat bir marta ko'rish istagi bilan eshik qoqishi tashqaridan oddiy onalik so'ginchi bo'lib ko'rindi. Ammo qarshi tomondagi vahima shuni ko'rsatdiki, bu sir oddiy sir emas. Bu haqiqat ochilsa, faqat bir qizning dunyosi emas, bir necha insonning butun umr qurib kelgan hayoti qulaydi. Eng ta'sirlisi, yulduz qizini tortib olishga emas, hech bo'lmasa begona bo'lib yonidan o'tishga rozi edi. Demak, uning ichidagi armon endi o'zidan ham katta bo'lib ketgan. Boshqa taraf esa haqiqatdan shu qadar qo'rqayaptiki, hatto ehtimoliye uchrashuvni ham urush deb qabul qilyapti. Bu shuni anglatadi, Shirin haqidagi sir uzoq yashamaydi. U yoki tasodif bilan, yoki kimningdir hissiy portlashi sabab ochiladi. Va o'sha kun serialdagi eng og'ir kunlardan biri bo'ladi. Kasal otasi uchun pul topish, yolg'on bilan ovutish, ichidagi qo'rquvni yashirib, kuchli ko'rinishga, urinish bilan bog'liq chiziq ham bu qismga chuqur insoniya og'riq olib kirdi. Dard bilan pul bir joyga kelganida inson o'zini qanchalik sindirishi mumkinligi ko'rsatildi. Bu yerda eng og'riqli nuqta shuki, ota hali ham qizini asrashni o'ylaydi, qiz esa allaqachon o'zini qurbon qilish bosqichiga kirib bo'lgan. Bunday chiziqlar serialda keyinchalik katta aksloqi tanlovlarga olib boradi. Chunki qarz, yashirilgan haqiqat va og'ir ehtiyoj odamni eng noto'g'ri eshiklarni taqillatishga majbur qiladi. Shifoxona atrofidagi yaqinlashuv ham juda beozor ko'ringani bilan, tagida hisob kitob borligi sezildi. Minnatdorchilik niqobida qurilayotgan yaqinlik, alohida chiqib ketish keraklig'i haqidagi ogohlantirish, tashqaridan odob, ichkaridan ehtiyot, bularning bari oddiy munosabat emasligini ko'rsatadi. Kimdir ishonch qozonmoqchi, kimdir undan foydalanmoqchi, kimdir esa hali kech bo'lmasidan bu yaqinlikni foydaga aylantirmoqchi. Demak, keyingi qismlarda Ikrom faqat oilaviy tomondan emas, tashqaridan ham tuzoqqa olinishi mumkin. Endi eng kuchli taqsimlarga kelsak, menimcha keyingi qism va undan keyingi voqealarda markaz aynan Samira, Shoksruh va Akbar ukburshagida portlaydi. Sababi barcha mayda belgilar o'sha tomonga ishora qilyapti. Birinchidan, Samira va Akbar o'rtasidagi masofa endi yashirin qolmadi. Ikkinchidan, Shoksruhning doimiy yaqinligi boshqalarning gumonini kuchaytirdi. Uchinchidan, dalil topishga harakat qilayotganlar allaqachon faol harakatga o'tdi. Demak, juda yaqin orada ataylab tashkil qilingan vaziyat bo'ladi. Balki yolg'iz qoldirishadi, balki biror buyumdan foydalanishadi, balki ko'zga tashlanadigan kichik bir narsa katta dalilga aylantiriladi.
Aynan mana shunday sun'iy uyushtirilgan manzara butun oilani Samiraga qarshi qo'yishi mumkin. Lekin bundan ham dahshatliroq ehtimol bor. Akbar kutilmagan bir lahzada hammasini tushunib qoladi. Agar u Samiraning ichki uzoqligini, shoksruhning o'zini tutishidagi o'zgarishni yoki atrofdagilarning uni markaz qilib o'ynayotgan o'yinini sezsa, bu uning ruhiy sinishiga olib keladi. Hozirgacha u eng ko'p achinilgan odam edi, ammo haqiqat ochilsa, u eng savfli qaror qabul qiladigan odamga aylanishi mumkin. Chunki eng uzoq sukut kelgan qalb portlaganda, u hech kim kutmagan darajada vayron keladi. Yulduz masalasida esa men bitta kuchli burilishni kutyapman. Shirin haqiqiy haqiqatni boshqa birovdan eshitadi. Uni onasi aytmaydi, Yulduz ham to'g'ridan to'g'ri aytolmaydi. Lekin yashirib bo'lmaydigan bir sato, bir eski surat, bir tanish shohang, bir beksosdan aytilgan gap hammasini ochib yuboradi. Shunda eng katta savol tug'iladi, bolaqonni tanlaydimi, mehrni tanlaydimi? Mana shu savol butun serialning eng og'ir hissi zarbasiga aylanishi mumkin. Ozod esa hali ketgani bilan voqeadan chiqib ketgani yo'q. Menimcha, u qaytadi. Va u qaytganida yordam so'rab emas, yo'nib qaytadi. U o'zini qurbon qilganlar, undan foydalanib chetga surganlar haqida gapiradi. Balki qo'lida dalil bo'ladi. Balki dushmanining eng zaif nuqtasini topadi. Bu chiziq ham tez orada katta fosh etishga olib boradi. Bu qism shuni juda og'riqli tarzda ko'rsatdi. Sevgi ba'zan quchoqlash emas, chekinish bo'ladi. Siyonat ba'zan qo'l ushlash emas, sukut saqlash bo'ladi. Mehr esa ba'zan himoya qilish emas, haqiqatni yashirishga aylanadi. Hozircha hamma o'zicha to'g'ri ish qilyapman deb o'ylayapti. Ammo bu qismdan keyin bir narsa aniq bo'ldi, bu uyda sirlar endi uzoq yashamaydi. Kimdir muhabbatini tan oladi, kimdir haqiqatini yo'qotadi. Kimdir esa kech bo'lganda pushaymon qiladi. Va eng dahshatlisi, keyingi portlash birgina insonning taqdirini emas, bir necha yurakni bir vaqtning o'zida chilparchin qilishi mumkin.